Qayda bu kamerasi tepasidami? Tikka Ket. Boshlasa bo'laveradi. Qani aytib turasiz. Hali vaqt bor-a? Vaqt bo'ldi. Boshlandi deb qo'ysin. Ha, boshlandi. Ketaverasiz yani. Hop. Ovoz eshitilyaptimi, hurmatli ishtirokchilar? Mikrofonni yoqib bir kishi javob berib qo'ysa, ovozimiz yetib boryaptimi? Eshitilyapti. Rahmat. Boshlaymiz hozir. Ikki so'z o'rgandim chiqqanda tilim. Birinchisi ona, eng muqaddas nom. Onaginam bergan birinchi ta'lim, ilk o'rgatgan so'zi bo'lgan assalom. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, mehribon ustozlar. O'zbek xalq shoiri Habib Sa'dullaning 83 yilligini keng nishonlash maqsadida Namangan viloyati Maktabgacha ta'lim boshqarmasi hamda Muhammad Sharif So'fzoda nomidagi viloyat bolalar kutubxonasi tomonidan umrim ma'nosiga ziynat Namangan mavzusida onlayn uchrashuv tashkil etilmoqda. Barchangizga assalomu alaykum. Demak, bugungi uchrashuvimiz mehmoni Habib Sa'dulla shogirdi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi a'zosi, xalq ta'limi a'lochisi, ma'naviyat fidoyisi, mo'tabar ayyor ko'krak nishoni hamda do'stlik ordeni sohibi, jurnalist, tarjimon, nosir, shoira Dilbarxonim Haydarova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammaga. Ustoz, mana bugungi onlayn uchrashuvimizda o'sha Namanganimiz faxri bo'lgan va qolaversa sizning ustozingiz bo'lgan Habib Sa'dulla ijodiga bir nazar tashlab o'tsak. Ertaga Habib akamni tug'ilgan kunlari 83 hayot bo'lganlarida 83 yoshga kirardilar. Ularni bir iftixor she'ri bilan boshlaylik bo'lmasa. Yurtim maqtovingni do'ndira olmadim. Boshingga shon tojin qo'ndira olmadim. Qiyindir mehrini aylamak izhor. Senga farzanddir mana shudir iftixor. Muxtasara aytganda qalbimga josan, maqtoviga umrim yetmas dunyosan. Ey mening hayotim, shonim Namangan, unvonim, imonim, jonim Namangan. Judayam endi Habib akamni kitoblari ko'p, kitoblari chiqqan, qator kitoblar biz yoshligimizda maktabda o'qib yurganimizda o'qigan kitoblarimiz bor. Biz Habib akaga o'xshagan shoirlar o'qib, biz haligi she'riyat sirlarini o'rganganmiz. Masalan, Habib akamning qator shogirdlari bor Namanganda. O'shalarning qatorida men ayollar ichida men ham borman. Endi judayam katta shoirlar chiqqan Habib akamdan keyin ham yaxshi baquvvat shoirlar bor. O'shalarning davrasida biz ham she'r yozib yuramiz. Habib akam shunaqa buyuk inson edilar. Shunaqa keyin buyukligi bilan o'zlaridan ketgan odam emas edilar. Judayam kamtarin, hokisor, keyin doim kulib turadigan, tabassum bilan turadigan, telefon qilsalar telefon kulib borardi. Televizorda chiqsa televizor yorishib ketardi. Umuman Habib akam shunaqa, Habib Sa'dulla shunday ulug' inson edi, joylari jannatdan bo'lsin. Juda erta ketdilar, lekin ularning yozgan asarlari qo'ldan qo'lga o'tib, hamma o'qib, haligi hamon izlanishda, haligi yosh shoirlar o'rganadi, o'qiydi. Hammasi g'azallari qo'shiq bo'lib ketgan, ko'changdan jonon o'tgandan hamma nima qiladi.
yaxshi ko'radi, yodlagan va shunga o'xshagan qo'shiqlari juda ham ko'p. Kelmagan kuning, kelmaganingda degan nimalar bor. G'azallari ham juda Kamoliddin Rahim juda ham yaxshilab aytganlar va hokazo juda ham ko'p hofizlar aytgan. O'sha zamonamizda eng buyuk, eng baquvvat shoiri, eng yaxshi shoir bo'lgan Vodiyda. Haligi Farg'onaliklar aytardi, biz Farg'onaga borsak, Habibga biz tahallus qo'yganmiz, nima deb qo'ygansizlar desam, men darrov so'rasam, Vodiyni bo'risi Habib Sadulla. She'riyatda ham, insoniylikda ham, haligi oltda yurishda ham mana shu qo'rqmas, botir. Chunki hokimiyatlarda ham, mana shu davlat tadbirlarida ham chiqib rahbarlarga o'zini gapini, xalqni gapini yetkiza olgan, xalqqa yaxshilik qila olgan juda endi buyuk inson edi. Albatta yaxshi insonlarni shunday yaxshi xotiralar bilan eslaymiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Habib Sadulla 1942-yil Namanganda tavallud topgan, 1971-yilda Toshkent universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakultetini tamomlaganlar. Dastlabki she'riy to'plamlari Okeandan Shaboda, Bahor bilan she'riy to'plamlari Ostonangda kabi muloqot, yana bunday she'riy kitoblarni juda ko'plab eslab o'tishimiz mumkin. Ular shunday tabiatdan, mehr-muhabbatdan, yaxshi insonlardan ijod olgan, ilhom olgan ajoyib shoir inson bo'lganlar. Mana bugun ularni biz Namangan faxri sifatida e'tirof etib o'tamiz. Mana bugun ularning she'rlari shogirdlarining, nafaqat biz o'quvchi yoshlarning qalbida. Albatta va shu o'rinda savol berib o'tsam sizga, Dilbarxon Haydarova, siz shogird ustozingizni qanday o'gitlarini, qanday tavsiyalarini eslaysiz? Ular sizning xotirangizda qanday o'rin egallab qolganlar? Habibga men hamma joyda aytaman, Namangani vijdoni edi deb aytaman. Bir ijodkor sifatida, bir haligi juda ko'p davlat tomonidan mukofotlangan ham shoirlikdan tashqari ham o'sha sazovor bo'lgan, keyin hech kim unga og'rinmasdan tabriklagan, hamma quvonib kelgan shunaqa odam. Dalalarga borsak, oddiy nimalar bilan, paxtakorlar, villakorlar bilan uchrashuv qilganimizda ham shu oddiy borib, oddiy bizga davraga, biz o'zi juda yoshmiz o vaqtda. Ziyoda Mansurov, Abdulla Jabbor, shunga o'xshagan shoirlar olardilar-da, keyin men borardik ko'proq. Mana shu to'rttamiz borardik. Keyin so'z berib, haligi bitta she'r o'qing, ikkita she'r o'qing degan taqiq so'zni aytmas edilar. Dilbar Haydarovaga so'z desa, o'zimiz nimamizni bilardik, o'rgangandik. Endi qarsakka qarab she'r o'qirdik. Masalan, talab kuchli bo'lsa, yana ikkita uchta o'qib borardik, bo'lmasa bittani to'xtatardik. Keyin yana talab qilishsa chiqadi degan haligi nima bor edi bizda. Etika bilan turardik. Keyin oqibat juda kuchli edi Habibga. Masalan, bir kun meni ukam nimani bitirdi. Samarqandda nimani bitirdi. Sabah institutini bitirdi. Keyin men u qayga kirishini tasavvur ham qilmayman. Keldi, u yuribdi ukam keldi institutda. Kelin olib berganmiz, u ham savdo ikkalasi ham. Keyin Habibga Mahmudjon nima qilyapti deb so'radilar. Shu oilamizni ham tanirdilar, uyimizdagilar yo'q. Keyin uyda hali ishga kirmadi desam, darrov telefon qilib, qaydasiz deb so'radi bitta odamni. Men tanimayman. Keyin Qo'rg'onga telefon qildilar, keyin biz rayonimizga. Keyin ketdik dedilar. Mahmudjonni ham chaqiramiz dedilar. Keyin Mahmudjonni chaqirdik, bordik. Mahmudjonni bir kunda ishga qo'yib keldilar savdo sohasiga. Uni orqasidan kelinimiz ham ishga kirib, oilamizda haligi nima to'xtamadi, hali hamma student bo'lib o'tirmadi. Bitta endi uni otam o'tgandilar, onamga yuk bo'lib o'tirmasdan ishga kirib, hamon ishlab, hamon shu nimada o'zining sohasida nima qilib yurishibdi ukalarim ham o'sha. Masalan, bu eng oddiy nima. Agar to'y qilsak, o'sha bu qishloqda bo'lyapti to'y yoki uzoqda demasdan hammani yig'ib nima qilardilar. Olib borardilar biznikiga ham. Masalan, o'zim eslayman, bizga borganimiz va boshqalarga borganini. Habibga to'y qilsalar, biz ham haftalab turardik, kelib olardik, hammamiz yig'ilardik shogirdlar. Keyin Farg'ona, Andijon, Toshkentda qanaqa nima bo'lsa, agar nima issiqmi, sovuqmi, marakami, to'yim bo'lsa, yig'lardikda 3-4 mashina bo'lib borardik. To'xtovsiz borardik, tinimsiz va ular ham tinimsiz kelardi.
Habbakam yubiley qilganlarida 60 ga kirganlarida butun O'zbekiston yozuvchilari kelgan. Said Ahmad, Ozod Sharafiddinov, O'tkir Hoshimov sanayverasizda hammasini qator hamma kelgan. Men o'shanda yugurib bormabman bir kun oldin, keyin telefon qilishdi. Men tuganiman kelgan ekan, Xosiyat bobo birodar. Men erkaklar ichiga bormayman deb indamagina o'tirib ertaga boraman desam, kechqurunda keyin mashina jo'natishdi. Borsam butun kazo-kazolar Habbakamni bitta mana shunaqa uyda, kichkinagina uyda to'ldirib o'tirishdi. Ana xursand. Biz ham o'sha gap kirishibki, Xosiyat endi ichiga kirgan ekan, ular ichida yana bitta ayol bilan, men 3-ayol bo'lib keyin kirib o'tirib, ular bilan nima qilib Habbakam buyukligini ko'rdimda o'sha yerda. Ertasiga u nimada bo'ldi? Teatrda. Teatrga butun Toshkent ko'chib kelgan. Qiziqchilik bilan Habbakamni yubileyi shunaqa shodiyona, xalq quvonch bilan o'tgan, qo'shiqlar, artistlar, behisob artistlar kelgan. Haqiqiy Namangan uchun bayram bo'lgandi. Shunaqa yubileylar endi hozir kamroq bo'lyapti endi. Xudo xolasa yana buyuk shoirlar chiqar bo'lar. Lekin o'sha nimalari odam hozir eslar ekanda, yoshi katta bo'lgandan keyin biz. Endi o'ylayman shunaqa o'sha zamonda nimalari adabiyotga ehtiyojim juda kuchli ekanmi deyman. Shunaqa yaxshi ko'rib hamma nima qilgan edi. Albatta, Habib Sa'dulla har bir so'zni qayerda ishlatishni bilgan inson bo'lganlar. Mana bu she'rlarida ham ajoyib so'zga e'tiborlari. Bir og'iz shirin so'z gadosiman men. Shirin so'z umrimni aylagay uzoq. Shirin so'zlarning shaydosiman men. Shirinroq so'zlagil etsang dafroq. Har so'zga moyildir bu suyaksiz til. Bir so'z chil-chil qilar insonning dilin. Sovuq kalomlarga bo'lgandan moyil, komimga tortirsang roziman tilim. Umrimda eshitdim bir bor sovuq gap, hamon saqlanadi qalbda undan dog'. Sochlarimga bevaqt oralamish oq, balki bunga o'sha sovuq gap sabab. Demak, ustozimiz hattoki so'zlarini ham, o'sha insonni diliga ozor beruvchi so'zlarni ham ishlatishdan yiroq bo'lganlar. Buni o'z she'rlarida ham ta'riflab, tasniflab o'tgan ekanlar. Ustozimizni unvonlari bilan tanishtirib o'tsak, 1992-yil O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, 1999-yilda O'zbekiston Respublikasi xalq shoiri, 2003-yilda El-yurt hurmati ordeni bilan mukofotlanganlar. Ustozimiz hozir 83 yoshni qarshilagan bo'ladilar. Mana qarshimizda turgan shu shogirdlari ham bugun xalqimizda bir naql bor. Ustozdan o'tmagan shogird emas. Mana Dilbarxon Haydarova ham ustozimiz qanchadan qancha o'sha mukofotlar sohibasi bo'lib bugun qarshimizda turibdilar. Ustozingizdan yana she'rlaridan ilhomlantirib, bizni she'rlaridan o'qib bersangiz. O'qiyveramiz. Qanaqa savol bo'lsa javob bera olaman, ular ham savol berishadi. Albatta, o'quvchilarimizda ham agar tinglovchilarimizda ham savollar bo'lsa, tayyorlab turishingizni so'raymiz. Izlanish degan she'rlarim yigitlik davrining gashti bo'lakcha, azobi o'zga, rohati o'zga, lahcha cho'q tushganday jonga yurakka, dunyo tor ko'rinib ba'zida ko'zga. Kimnidir izlaysan kecha-yu kunduz, kimdir yuragingni sekin aylar rom. Izlaysan uni tinimsiz, kunlar betoqatu tunlar beorom. U sening nazdingda bir tengsiz pari, labidan g'unchalari bog'da sharmanda. Yulduzni yondirar boqsa ko'zlari, chilvir sochlariga bir shahar banda. U sening nazdingda munis mehribon, sening taqdiringni jonday e'zozlar. Dard cheksang qoshingda fido etar jon, toliqsang noz bilan xumoring yozar. Izlaysan topishga qasamyod etib, ishonchni qalbingga tugib olasan. Bir kun topasan ham fursati yetib, baxtiyor sanaysan o'zni dunyoda. O'shanda izlagan malaging sodda, qo'shni qiz ekanin sezmay qolasan. Rahmat ustoz. Agar o'quvchilarimizda ham savollari bo'lsa, Habib Sa'dulla yoki Dilbar Haydarovaga o'zlarining ijodiy savollari bo'lsa, marhamat berishingiz mumkin. Qo'l ko'tarib, albatta, kimning savollari bo'lsa, qo'l ko'targan holatda
mikrofonlaringizni yoqib bizga o'z savollaringizni taqdim etishingiz mumkin aziz bizni tinglovchilarimiz. Mo'minova Rayhona savollari bor ekan, marhamat, mikrofoningizni yoqqan holatda bizga o'z savollaringizni taqdim etishingiz mumkin. Kimda savollar bo'lsa, bemalol ijodiy uchrashuvdamiz. O'zingizni qiziqtirgan savollarimiz bo'lsa, bemalol taqdim etishingiz mumkin. Aziz o'quvchilar, tinglovchilar. Mo'minova Rayhona, marhamat. Davlatjon Qo'chqarov, savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Habib Sadullohni o'qishmabdi-da bular asarlarini. Savol topolmayapti. Mikrofonlarimizni yoqqan holatda savollarimizni taqdim etishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Yangiqo'rg'on tumani 35-maktab kutubxonachisi Hamidova Feruza bo'laman. Marhamat, savolingiz bo'lsa. Assalomu alaykum, hurmatli shoir opamiz. Biz Habib Sadullohning she'rlarini juda ham yoqtirib, ko'p o'qiymiz. Bizning maktab o'quvchilarimiz ham ko'p o'qishadi. Juda ham sevimli, yaxshi shoir hisoblanib, she'rlari bizga juda ham yoqadi. Ushbu shoirimizni shogirdlari sifatida ushbu shoirimiz eng yaxshi ko'rgan she'rlari bor. Hamma shoir qaysi bir she'rini juda ham yaxshi ko'radi-da. Shu Habib Sadulloh shoirimizning eng sevimli she'rlari qaysi bo'lgan? Shogird sifatida va shu she'rni aytib bersangiz, sizni xursand bo'lardik. Ana endi bu qattiq savol berdi bu qiz. Chunki Habib akam ko'chamdan jonon o'tganda juda ham yaxshi ko'radilar, o'sha she'r yo'q ekan bu yerda. Biz yodlamaganmiz uni. Kamoliddin Rahim qiyomiga yetkazib aytgan ko'chamdan jonon o'tgandan. Undan keyin shoir xalqi hamma she'rni yaxshi ko'radi. Lekin ko'p takrorlab qo'yadigan she'rlar bo'ladi. O'shani Habib akamni takrorlagan she'rlaridan aytib beraman. Habib akamni Habib Sadullohning hamma she'ri bir 80% she'ri ayollarga, qizlarga bag'ishlangan. Shu ma'noda ayollarga bag'ishlangan she'rni o'qib beraman. Ustoz, mana ko'chamdan jonon o'tganlar she'ri. Chiqdimi voqea? Taralgay mushkila, yo'q, buni siz o'qiysiz, chiroyli o'qiysiz mendan. Har mayda ekan. O'qing. Ko'chamdan jonon o'tganda. Taralgay mushk ila anbar ko'chamdan jonon o'tganda. Izida tuproq o'lgayzar ko'chamdan jonon o'tganda. Boshiga soyabon bo'lmoq umidida oshib devor, butoqlar ta'zim aylarlar ko'chamdan jonon o'tganda. Devorga jon ato etgay, valay toshlar o'tkay. Agar bir bog' nigor aylar ko'chamdan jonon o'tganda. Jamolini tomosha qilg'ali, chiqqach devor o'lsam, kular holimga majnunlar ko'chamdan jonon o'tganda. Boshimga yoqsa ham g'avg'o, ishim yo'l poylamoq ammo, nigoh solmay etar battar ko'chamdan jonon o'tganda. Tikibsan yo'lida jonni, Habib, bas noumid bo'lma, tun ortidan kelur kunlar ko'chamdan jonon o'tganda. Juda go'zal she'r ekan. Juda go'zal, ayollarga bag'ishlangan. Qo'shig'i ham juda go'zalda. Habib akam safarga chiqqanda mana bunday yozadilar. Yo'lga chiqayapman, ko'rishguncha xayr. Mening hayotgorim, onajon yurtim, qay manzilda bo'lmay, qay elni kezmay, senga talpinaman, jonajon yurtim. Yo'q, quchog'ingdan ayro tushmasman. Seni yuragimda olib ketyapman. Jonimga maskan bir qizing qalbida qolib ketyapman. Rahmat. Endi Habib Sadulloh, ag'rayam aytib qo'y, Habib Sadulloh juda ham ko'p safarga chiqmagan, chunki O'zbekistonning juda ham
Chunki armiyaga borganda juda uzoq haligi suvda, okeanda xizmat qilgancha hech qayerga chiqarmaganlar onalari. Mana shu yerda yuravergan, Toshkentda, Namanganda deganlar shu yerda yurganlar. Lekin bu yerdan Toshkentga borsa ham Namanganni sog'inib she'r yozaverganda. Namanganlik qizlari, ayollari sog'inib, onasini sog'inib. Albatta bugun shunday imkoniyatingiz bor. Ikki ijodkor bilan suhbatlashish, mana Habib Sa'dulla ko'rgan ustozimiz Dilbarxonim Haydarovani o'zlarini ijodlariga yoki Habib Sa'dulla ijodiga bo'lgan savollaringiz bo'lsa, qo'l ko'targan holatda o'sha savollaringizni taqdim etishingiz mumkin. Mikrofonlaringizni yoqib. Marhamat, o'quvchilar faol bo'lamiz. Ko'rmas. Mana ko'ring. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Bu savol o'zingizga bermoqchiman. Mayli. Bugungi kunda yosh qalamkashlarga ko'proq qaysi mavzudagi she'rlar yozishga tavsiya berasiz? Sizlarga ham sen ham she'r yozasanmi? Ha, shoiraman, she'r yozib turaman. Qani to'rt qator she'ringni aytchi. Qishloq ko'chasining birida borar, mag'rur va xayolchang ayol qo'llaridan tutib baqirib, farzandi haqida suradi xayol. Ayol, xayollaring amalga oshsin, bahorgi jilg'aday o'ynoqlab toshsin. Sen tufayli tanamda ko'pradi qon, ixlosaxon nomidan senga sharafshon. Ana qoyil. Rahmat, barakallah. Endi men sizlarga nima deb aytishim mumkin yoshlarga? Ko'proq tavsiyalar bering, shu shoiralikka juda ham qiziqaman, tavsiyalar bersangiz. Tavsiyalarim shuki, birinchi o'ziga qishlog'ing haqida yozishing kerak. O'shanda atrofga hozir bahor, juda ko'p go'zal. Ko'm-ko'kat, shuna ko'chaga chiqsang, yo hovlingdan, ostonangdan hovliga chiqsang, ya haligi oq pishtiranglar, yashil ranglar ko'rinadi. Bahor haqida yoz. Bir to'rtta faslimizga ham yozsak bo'laveradi she'rni. Keyin onang haqida, otang haqida albatta yozish kerak. Asosiysi vatan haqida bo'lsin. Vatan haqida. O'sha qishlog'ing seni vataning. O'sha hovling seni vataning. Butun O'zbekiston seni vataning. Xohlaganing haqida yozishing mumkin. Ko'proq sen she'rlarni o'qisang, kitoblarni o'qisang, keyin nima qilaverasan? O'rganib nima qilasan? O'ylanasan, yozaverasan. Omad senga. Yana qo'shimcha mana shu go'zal qizimizga aytib o'tishim mumkin. Ustozlarimiz aytishadi, talantning 1% o'sha tug'ma bo'lsa, qolgan 99%ga mehnat orqali erishiladi. Albatta siz o'sha o'zingiz yoqtirgan shoir shoirlarimiz ko'plab she'rlarni mutolaa qilgan holatda o'sha o'zingiz ijodingizni to'xtamasdan davom etishingizga tilakdoshmiz. Savol uchun rahmat, salomat bo'ling. Rahmat tavsiyalar uchun. Studiyadagi. Davom etamiz. Keyingi savol egalari bo'lsa, qo'l ko'targan holatda mikrofonlarimizni yoqib faol bo'lamiz. O'quvchilar, albatta o'zingiz qiziqtirgan savollarga. Yangi Qo'rg'on. Albatta Yangi Qo'rg'on tumani, qolgan tumanlarimiz ham o'quvchilarimiz faol bo'lamiz. Savollaringiz bo'lsa, qo'l ko'targan holatda 59-maktab. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Men Namangan viloyati Yangi Qo'rg'on tumani Hadidjan qishlog'idagi 59-maktab o'quvchisi, 8-sinf Jasmina bo'laman. Ha, Jasmina. Sen ham she'r yozasanmi? Yo'q, shu qiziqishim bor. Ha, yaxshi, adabiyotga qiziqasan. Juda ham chiroyli. Bir savol. Sizga savolim bor edi-da. Mayli. Shu siz yoshlik davringizga qaytib qolganingizda qaysi amalga oshira olmagan orzuyingizni amalga oshirgan bo'lar edingiz? Yana o'sha bolaligimdagi hamma ishlarimni qaytarib qilavergan bo'lardim. Juda to'g'ri ish qilganman. O'sha qishloqlarda mollarimiz, sigirlarimiz bo'lardi, boqqanman. Dalalarda yurganman, yalangoyoq kezganman, ariqlarda cho'milganman, sharlavoq ariqlarda.
Umuman butun dalalarga chiqqanman, dalalarni ko'rganman, tog'lar, bog'lar hammasini yaxshi ko'rganman. Yana o'shani takrorlagan bo'lardim. Ha, rahmat ustoz. Rahmat, sizga ham juda chiroyli savol bo'ldi. Ustozimiz bir esladilar. Yana savollaringiz bo'lsa faol bo'lamiz. Hozirda Yangiqo'rg'on tumani faol juda ham. Chortoq tumani. Savollaringizni berishingiz mumkin, marhamat. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Men Chortoq tuman 10-maktab kutubxonachisi Botirjon Nurjatman. Savolim shundan iboratki, siz mana shu Habib Sadulla xotirasiga bag'ishlab she'r yozganmisiz? Agar bo'lsa, o'qib berishingiz mumkinmi? Habib Sadulla hayotiylarida yozmagan ekanman. Vafot etganlarini eshitganimdan keyin shu 5 ta she'r yozgandim. Saylanmamda chiqqan edi. Hozir u yo'q edi, yodlamagandim. Lekin hamma o'qib yuradigan she'r bo'lgandi. Saylanmamda chiqqan, yo'q. Hozir nimada yo'q. Yozganman. Birdaniga o'sha vafot qilgan kunlariyoq 5 ta she'r yozganman. Nima Namangan huvillab qoldi, she'riyat huvillab qoldi deb yodlamagan ekanman-da uni ham. Doim o'qimaymiz-ku marsiyalari, marsiya yozganman. Habbaka endi juda katta shoir bo'lgan. Hamma she'ri, Habbaka menga ham she'r yozgan. Uni ham yodlamaganman. Chunki bizda juda ham she'r ko'p uchun aytib beradigan she'rimizni yodlaymiz xolos. Ular yodlamagan ekanman. Boshqa bir she'r o'qib beramanmi? Mayli. Siz uchun Chortoqlik kutubxonachi uchun vatan haqida. Men sening boshingmas, tizingman vatan, gullar hidi tutgan, izingman vatan, yerga tomgan qoning, qizingman vatan, qaysi yuzim bilan bu yerdan ketay, minoringga boqib osmonni ko'rdim, chinoringga boqib buyuklik so'rdim, daryoyingda oqib sochimni urdim, qaysi yuzim bilan bu yerdan ketay, otamning mozori shu yerda bo'lsa, og'aynilarim shu yerda tursa, onamning ko'zlari yoshlarga to'lsa, qaysi yuzim bilan bu yerdan ketay. Ulug'bek Boburim, Shohruxim suygum, oydaydi lafruzim, umidim gulgun, shovullagan bog'im, shukuhim tuyg'un, qaysi yuzim bilan bu yerdan ketay. Qizimning yonida malham bo'lmasdan, do'stlar davrasida hech kim bo'lmasdan, ilmga har nafas hamdam bo'lmasdan, qaysi yuzim bilan bu yerdan ketay. Men sening boshingmas, tizingman vatan, gullar hidi tutgan, izingman vatan, yerga tomgan qoning, qizingman vatan, qaysi yuzim bilan bu yerdan ketay. Rahmat, rahmat ustoz. Albatta mana shu savol javobsiz qolib ketmasligi uchun biz albatta kutubxonamizning rasmiy sahifalarida ushbu siz so'ragan chiqishni ham albatta joylaymiz. Rahmat ustoz, ijodiy barkamollik tilayman. Rahmat sizga ham. Salomat bo'ling. Sizga omad. Yana savollarimiz bo'lsa, marhamat, o'quvchilarimiz, ustozlarimiz mikrofonni yoqqan holatda qo'l ko'tarib savollaringiz. Toshpo'latova Zilolaxon. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Sizni qaysi sevimli she'ringiz ustozga yoqqanki shunchalik tanilgansiz? Javob uchun rahmat. Endi men haligi nima qilgan qanaqa aytsam, qanaqa qilib portlab chiqib ketganimni O'zbekistonga. Men Namanganda o'qib yurgan paytimda men Toshkentga olib borishgan, bir qo'limda hikoyalar, bir qo'limda bitta she'r, bitta papkada hikoyalarim bilan Toshkentga olib borishgan. To'g'ri nimaga yozuvchilar uyushmasiga olib borishgan, unda juda kichkina bo'lganman. O'zimni juda katta shoir yozuvchi deb hisoblaganman, lekin buyuk odamdek kirib borganman Toshkentga. Keyin o'sha yerdan nima bo'lib ketganman? Radio, televideniya hammasi chiqarishib, hamma redaksiyalarda she'rlarim chiqib ketgan, hamma meni
ko'rmoqchi bo'lib uyushmaga kelgan eshitib jurnallardan. Chunki men sochlarim mayda borganman, boshimda do'ppim, atlas ko'ylakda borganman. Kichkinagina qiz ikkita papkani ko'tarib, katta papkani ko'tarib borgan, dahoday kirib borganman Toshkentga. Lekin qandaydir she'rlarim yoqqanda ularga keyin nima bo'lib ketgan. Hattoki ham keyin Dilbar siz Namanganda chiqmay turib Toshkentdan chiqib ketdingiz deb nima qilib yurardilar, tanqid qilib, birdan portlab deb. Keyin undan keyin meni Moskvada o'sha borganim sabab Moskvaga o'qishga jo'natishgan Yozuvchilar soyuzidan Toshkentdan. Moskvada ham o'qiganman. 15 ta respublikani hammasidan chiqishdan tashqari chet ellarda ham hamma yoqda she'rlarim tarjima bo'lib nima bo'lib ketganman. Hali o'sha yoshlar davrasida o'zimga xos mashhur bo'lib ketganman institutda Moskvada. Adabiyot institutida o'qiganman, Maksim Gorkiy nomli. Halima Xudoyberdiyeva o'qigan unda, Chingiz Aytmatovga o'qigan institut. Keyin shunaqa odamlar o'qiganda taniqli odamlar, endi o'shalar orqasidan men borganman-da. Keyin mendan ham juda yaxshi odam chiqsa kerak deb o'ylashgan, lekin men juda ham zo'r odam bo'lmadim. Sababi men Toshkentda ishlab yurib, Moskvada olib qolamiz desa qolmaganman, Toshkentga kelganman. Toshkentda ishlab yurganimda onam Uchqo'rg'onda turgan. Onam 103 ga kirib vafot qilganlar, olib kelib olganlar meni Namanganga. Yo'q, sen Namanganda yashaysan deb. Endi Namanganda yashashga ham moslashdim. Endi bu yerda yashash boshqacharoq, Toshkentda yashash boshqacharoq. Moslashdim. Endi bitta qo'lingda beshik, ayol kishi o'zi bitta qo'lingda dunyoni tebratasan degan gapda. Keyin ijodimni ham tashlamadim. Jurnalistikada ishlab, bitta gazetaga redaktor bo'lib yoki televideniyada ishlab, shunaqa ishlar qilib yurib, she'r yozganman-da. Shunaqa qilib ham shu 40 ga yaqin kitob chiqarganman ekan. O'zimcha baribir orqadaman. Men chunki chet ellardagi o'rtoqlarim mendan oldinroq turadi. Masalan, chet ellarda nimaroq ekanda, bizga o'xshab mahalliychilik yo'q ekan. Yo'q, sen qishlog'ingda yashashing kerak, Namanganda yashashing kerak deyish yo'q ekan ularda. Shu qayda o'qidingmi qolaverasan ekan. Qolgan uchun biz men o'yladim, o'g'il bolalar shunaqa desa, qizlar ham shunaqa bo'lar ekan. Endi yoshlar hozir Amerikaga ketyapti, chet ellarga nimaga Yaponiyaga ketyapti, Koreyaga ketyapti. Agar qolib ishlasa, ishlab qachondir kelsa bo'laveradigan ekan hayot. Ko'proq narsalarga erishar ekan odam. Lekin Xudoga shukr, erishgan narsalarim ham endi o'ziga xos. Mana endi yuribmiz, shu bolalarimni hamma shu Namanganda Uchqo'rg'onga qatnab yuraman. Onam o'tib ketsa ham mozorlariga boraman deydi. Hali aytgan she'rimdagidek otam mozori shu yerda tursa, onamning mozori shu yerda tursa deb aytdim-ku. O'shanda qaytib ketasizmi deganga javob yozgandim. Yo'q, ketmayman deb. O'sha she'rim bilan sadoqat bilan she'rda qoldim. Shunaqa. Savol uchun, javob uchun albatta rahmat. Gullar shahri Namangan respublikamizda dunyo bo'ylab Gullar shahri deya tanilgan bo'lsa-da, lekin Namangan o'zining ijodkorlari bilan, shoirlari, yozuvchilari bilan bemalol maqtansa arziydi. Mana Namangan sen bilan ikki dunyoyim degan ustozimizda Dilbar Haydar va ajoyib she'rlari bor ekan. Toza shahar, ozoda shahar. Tarafga ozoda shahar. Ma'rifatga darvoza shahar. Namangan bu, Namangandir bu. Ko'zga surib non ubog'ini, novvoy berar non sabog'ini, gulga o'rab hamma yog'ini, gullayotgan Namangandir bu. Ko'chasidan yaxshilik o'tar, har eshikda qizlar gul tutar, odam baxtdan o'zini unutar. Namangan bu, Namangandir bu. Daryolarga bo'lgancha sohil, meva terar bunda xilma-xil, odamlari bag'ri keng, ahil. Namangan bu, Namangandir bu. Serfarzandlik bitta odati, ko'cha to'la yigit Namangan. Ey nosirdir yo mashrab oti, kelajakka umid Namangan. Rahmat. Juda go'zal she'r bitgan ekansiz ustoz. Yana ustozimizga savollaringiz bo'lsa, bugungi kechamiz qahramoniga savollaringiz bo'lsa, marhamat, qo'l ko'targan holatda, albatta mikrofonlarimizni yoqqan holatda savollarimizni tortiq etishimiz mumkin. Men ularga savol bersam ham bo'ladimi? Bo'ladi. Men sizlarga savolim bor. Bo'lmasa meni qo'shiqlarimdan bilasizlarmi? Meni Dilbar Haydar qo'shiqlaridan. Eshitganmisizlar meni qo'shig'imni? Mikrofonni yoqqan holatda javob berishimiz mumkin savollarga. Qani kim biladi meni she'rimni? Qo'shig'imni?
keyin nima deysizlar aytganimdan keyin? Ha. Javoblarimiz bormi aziz o'quvchilar? Topganga bitta Tinglovchilar. kitob mukofot. Ana. Topganga. Qani mukofotni kim qo'lga kiritar ekan? Faol bo'lamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hadis haqida ishtirokimizdagi eng kulgili voqeani aytib bersangiz ham bo'ladi. Ha. Unaqa narsalar juda ham ko'p bo'lgan. Ayniqsa yigitlar bilan ko'p bo'lardi. Bir-birimizga maqtanishib, men ular ichida yuraverardim ilgari. Namanganga kelganimdan keyin Habbaka juda ham xursand bo'lib ketganlar. Yaxshi keldingiz. Mana shu qizlarga bosh bo'lib yurasiz Namanganning qizlariga. Mana Sanobar Hasanova bor ustozimiz. Ularning yonlarida yurasiz deganlar. Keyin juda ko'p nimalar bo'lardi, biz indamas edik. Habbakam shu Namanganning erka shoiri edi. Chunki uni do'stlari ham shunaqa sadoqatli ediki, o'sha Habib Sadullaning do'stlari bizni tanirdi va bizni hali yechilmagan narsalarimiz bo'lsa yordam berib yuborishardi. Juda tadbirkor, haligi nima katta ishlarda ishlagan sinfdoshlari, do'stlar bor edi. Bittasi oshpaz bo'lsa, bittasi hamma ish qilib, bitta davrani to'ldirib yurishardi o'sha paytlarda. Keyin endi juda ko'p nima bo'lgan, endi yigitlar bilan bo'lgan, u esimda to'liq aytib bera olmayman. Toshkentda bo'lgan bitta narsani aytib beraman sizlarga. Habbakam Do'rmon degan Toshkentda yozuvchilar uyushmasini bog'i bor edi. Hamma yozuvchilar, biz hammamiz dam olishimiz mumkinda, vaqti bor odam borib nima qiladi. Habbakam nimani Rohila opam borgan ekanlar birga. Keyin Komiljon bitta artistda endi haligi hozir aytolmayapman. Mutti degan qo'shiqni namanganlik qizni mutti degan qo'shiq bor. O'shani aytgan Nemajon Qulabilla emas, boshqasi. O'sha aytgan odam vafot qilgan ekan. O'sha odam, o'sha artist. Habbakam telefon qildilar. Dilbarxon, ha desam, siz qaydasiz? Uydaman desam, o'zi uydagilar uni olib turibdi, vaqti sutkalar yo'q. Ha uydaman, ha men ishxonangizga yaqinman deb o'ylayman. Shuni o'zi ham qiziqdi. Ha uyda ekansiz. Biz Rohila opangiz bilan borsak, nimani hali qo'qonlik artist edi. O'sha o'tib qolgan ekan, o'shaniga borib kelsak siz bilasizmi? Qaysi ko'chada ekan desam, Huvaydo dedilar. Mana shu biz yonimizda, men dedim, mana to'g'ri kelaverasizlar, şeydan o'tib ketamiz dedim. Meni ovolasizlar bo'lmasa desam, siz albatta ovolamiz, siz bilasizku e'lon dedi. Kelishdi. Men ko'chaga chiqib turdim do'mdan. Keyin Habbakalar bu yoqdan keldi. Men Qorasuv massivida yashaganman. Birinchi Qorasuvda. Shunda nima qilayotganimizda keldi, o'tirdik. Bu yoqqa haydaysiz dedim, haydadik. Keyin bu yoqqa ketyapmiz. Yo'q, u ko'cha qaytib kelyapmiz. 3 marta borib keldi. Shopir. Habbaka oldida o'tiribdi, biz Rohila opa bilan orqadamiz. Keyin asablasha boshladi Habbaka. Biz indamay o'tiribmiz Rohila opa bilan. Nimaga bilmaysiz deb desam. Bilmasam, ichki ketayotganimda shu ko'chani yo'q, ko'chani oti Xushhavo edi. Xushhavo, muncha ham Xushhavo ekan deb o'tardim har doim. Har kuni ko'rardim, bugun ko'rmayapman. 3 marta o'tib, borib kelganimizdan keyin Dilbarxonam deb aytsa, Dilbar, siz Moskvada qanday o'qigansiz? Mashin topa olmayapsiz deganlar. Keyin men aytdim, Habbaka, yo'qda Moskvada ham meni o'ris o'rtoqlarim bo'lardi, har xil millat. Hammasi meni yetalab yurgan dedim. Siz ham shunday o'zingiz bunday o'qib topib olinglar, shuncha odam qaranglar, men ko'zimga ko'rinmayapti Xushhavo dedi. Keyin lapatib ko'rindi. 4-marta borganimizda keyin hamma nimalar yoyilib yuvilib ketdi-yu, ungacha rosa xijolat bo'lganmiz, rosa. Shu bunga o'xshagan narsalar juda ko'p bo'lardi. Appakamning qiziqchiliklari, meni nimalarim, xatolarim va boshqa shoirlar bilan ham juda ham ko'p bo'lgan bunaqa narsalar. Rosa Habbaka komik odamdi. Hammani kuldirib,
maza qilib kulib indamay o'tirardilar. Rahmatlik. Ayniqsa qush tilini qush biladi deb qaysi soha vakillari o'zini sohasidagi o'sha yor do'stlar bilan birgalikda bo'lsa qanday qiziqarli ijodiy davraga aylanib ketadi bir zumda. Albatta shunaqa chiroyli davra suhbati bir zumda tashkil etib ketiladi. Yana savollarimiz bo'lsa berishimiz mumkin aziz o'quvchilar. Yangi Qo'rg'on savolimga javob berish omadi, topish omadi. Men endi aytayman. Aytayman. Men to'g'ri ko'tarib aytaman. Har kuni eshitasizlar buni. Mening uchun tengsiz bir diyor, jo'sh uradi norin daryosi. Kuylay bo'lib bulbulga qayerni? Kuylay shahrim Namanganimni. Kuylay shahrim Namanganimni eshitgansizlar. Kunda Namangan parkiga kirsalaring gul bayramlarda qirmatidan beradi. Kechagina bitta tadbirga bo'lsam, kim kelsa o'shani nima aytaverdi. Artistlar 8 tasi aytadi. Eng yaxshi shu qo'shiqni aytganim uchun men kitob bergan bo'lardim. Keyin yana Shahrizoda aytsin ertaklarida, atirgulga baytsan kurtaklarida, muhabbatning mayus etaklarida kelar yo'llaringni poyladim ming yil. Eslaysizlarmi buni? Ha, u ham meniki. Ha, Farg'onalik yigit aytgan. Keyin bir olmaning ikki yuzi, biri sensan, biri men, bir buloqning ikki ko'zi, biri sensan, biri men. Ortiq Otajonov aytgan. Buni ham ota-onangiz ham yoddan biladi. Albatta juda go'zal, juda go'zal taroz. Endi hammasini aytmadim bo'ladi, shu ishtasini aytdim. Rahmat ustoz, chiroyli. Ana kitob olomadinglar. Yana savollarimiz bormi? She'riyatga, ijodga qiziqadigan yoshlarimiz o'zlarini qiziqtirgan savollarini berib, mana fursatdan foydalangan holatda assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men 44 Namangan viloyati Mingbuloq tumani o'quvchilarining 44-sanli umumiy o'rta ta'lim maktabining 6-sinf o'quvchisiman. Savolim shuki, siz yoshligingizdan Amir Temur, Boburiylarga o'xshab o'z hayotingizni yozib bormoqdamisiz? Boburlarga o'xshab? O'z hayotingizni yozib borasizmi? Ha, nima bu kundalik tutmayman men. Kundalik tutishga vaqtim ham bo'lmaydi. Aytdim-ku, juda vagon yaxshi orqamda. Hamon hali nima ishim ko'p. Kundalik yangisini yozib ketaveraman. Amir Temurlar endi buyuk odamlar bo'lgan. Biz endi buyuk emasmiz-da. Hozir zamonamiz shoir, hozir internet zamoni. Men she'rimni mana unga yozaman. Ilgari qog'ozga yozardim. Telefon ichida yozib, hikoyalarimni ham, she'rimni ham, tekstlarimni ham yozib tashlaydigan o'rganib olganman. Mashinka yo'q, kompyuterga vaqtim yo'q, yurgan yo'limda. Marhamat, yana savollarimiz bo'lsa davom etamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Namangan viloyati Norin tumanidan 3-maktabning 6-sinf o'quvchisi Abdurashidova Mahliroy bo'laman. Savolim shundaki, sizning ham bolalaringiz sizga o'xshab she'rlar yozishga qiziqadimi? Ha, qizim yozgan she'rlar kichkinaligida, keyin yozmay qo'yoqqa deganman, bitta shoir yetadi deganman. Undan keyin o'g'lim hikoyalar yozishni boshlagan, uni to'xtatganman. O'g'lim jurnalist. Redaksiyada ishlaydi. Keyin nabiram bor, u ikkita kasbim oldi, ham she'r yozadi, ham tarjima qiladi. Turkcha, Ozarbayjon tilidan tarjima qila oladi, nevaram. Dilafruz degan nima? Nastariy jurnali redaktori u. Bor orqamizda. Endi qolgan o'g'il bolalar qiziqmaydi. Qolganlar qiziqmagani ham yaxshi. Puldorroq bo'lsin-a endi. Tadbirkor, puldor bo'lsin. Savollar, javoblar uchun rahmat. Davom etamiz. Yana qay birimizda o'quvchilarimizda savollar bo'lsa, ustozimizdan qiziqadigan o'quvchilarimiz bo'lsa, shunday chiroyli savollar berishda davom etamiz. Mikrofon
mikrofonni yoqamiz. Mikrofonni yoqqan holatda Mikrofon. Mikrofonni yoqamiz. Savol berishdan oldin albatta mikrofonlarimizni soz holatga keltirib savollarimizni bersak, bizgacha yetib kelishga qulay tarzda bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi albatta. Mikrofonlarimizni yoqqan holatda savollarimizni berishda davom etamiz. Marhamat aziz o'quvchilar. Sizdan savollarni kutmoqdamiz. Kimda ijodiy savollar bo'lsa, mehmonimizga albatta berishingiz mumkin. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Yangi Namangan tumani 60-maktab kutubxonachisiman. Marhamat, savollaringizni berishingiz mumkin. Habib Sadullarning she'rlaridan bitta aytib bering. Aytamiz. Men aytaman, mana qiz aytsinmi? Tanlang. Aytavering, qaysi birini bo'lsa. Men qizim o'qiydi. Mana Omad o'qiydi, yo Bobur o'qiydi, yo kichikroq ekan. Habib Sadulla ustozimizni Omad degan she'rlarini o'qib bersak, nolayverma hadeb dunyodan, gar kelmagan bo'lsa omading. Bo'shamasa hasratdan odam, bukiladi adil qomati. Bilasanki boqiydir olam, unga kimlar kelib ketmagan, birov boshi bir umrga ham birov g'amni pisand etmagan. Kimki mag'rur kutsa qayg'uni, olib qochar qayg'u o'zini. Kimda burksa hasrat tutuni, ko'r qiladi omad ko'zini. Nolayverma hadeb dunyodan, yuklayverma hasrating unga, tutab yashar noligan odam, omad o'zin urmas tutunga. Juda go'zal ma'noli she'r yozgan ekanlar. Ayniqsa bugungi zamonaga mos hayotdan, dunyodan nolayvergan odam tutunga o'xshaydi. Unga hech qachon omad yaqin kelmaydi. Albatta dunyoga qanday nazar bilan boqsang, dunyo senga xuddi shu nazar bilan boqadi degan juda go'zal she'rlar ekan. Savollar bo'lsa yana davom etamiz. Savol uchun rahmat. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Marhamat, o'zingizni tanishtirgan holatda savollaringizni taqdim etishingiz mumkin. Yangi Qo'rg'on tumani 36-maktab kutubxonachisi Azizxo'jayeva Yulduzxon bo'laman. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandman. Ustoz, sizga savolim bir nechta edi. Agar xo'p desangiz, shularni sizga aytmoqchi edim. Mayli. Marhamat. Birinchi savolim, buncha uzoq yurar avto degani, yuragimni chaqib borar alam g'am. Tushkun xayollarga bergancha ma'ni, bu kunga tushmasin deyman g'anim ham. She'ringizni onangizni oldiga borish uchun yozgan ekansiz. Buni uzoq yo'lda nima deyin, sayohatga chiqqaningizda yozganmisiz yoki sog'inchdan yozganmisiz? Onam vafot qilgan kuni yozganman. Zo'rg'a yetib borganman-da. Hech ham mashina hayolimda hech ham yurmagan. 40 kilometr yo'lga yetib bora olmaganmiz hayolimda. Hayda dedim, tezlanglar desam tezlamasdim mashinani. Tez keling o'pa deyishganda ukalarim shunaqa bo'lgan. O'shanda yozgan shu she'rimni hamma yaxshi ko'radi. Hamma tillarga tarjima qilingan. Hamma millatga yoqadi. Hammani ham onasiga shunaqa intilar ekanda har qanday inson. Rahmat savol uchun. Yana aytavering. Juda chiroyli bo'ldi. Marhamat. Siz o'zingizni qaysi jabhalarda ustozingizdan o'ta oldim deb o'ylaysiz va Habib Sadullaning pand nasihatlariga hozirgi kungacha amal qilib kelmoqdamisiz? Javoblaringiz uchun rahmat ustoz, sog' bo'ling. Rahmat. Endi ustozni o'gitlarini olgan odam ota-ona, masalan, ota-onangiz aytgan gapni chizgan chiziqda yurasiz, umrbod bilgan bilmagan holda hamma shunday bo'ladi. Chunki men unga tegmaysan, men u yomon, men u yaxshi deb bolaligingizda aytib qo'ygan bo'ladi. Bu ustozlar ham shunaqa. Shuna aytgan gaplarni, haligi o'gitlarini o'zingiz bilmagan holda bajaraverasiz. Men shogirdlarim ham shunaqa. Siz u aytgan gapingiz esimizda deyishadi. Va nimaga bunaqa qildingiz? Siz aytganingiz uchun shunaqa qildik. Bu xato qilmagin desam deyman.
sen to'g'rilab ketishing mumkin desam, yo'q men sizni nima qilmayman, aytganingizni qilaman, lekin to'g'ri bo'lgan deydi. O'shanga o'xshab o'sha o'gitlari turadida yodda turadi, hammaniki ham. Ota-onadan keyin ustozda. Ustoz nimasi ham hech qachon unutilmaydi. Haligi maktabdagi o'qituvchingizni birinchi haligi alifboni o'rgatgan o'qituvchi doim qalbingizda, miyangizda turadi-ku, doim duolaringizda yaxshiliklar qilsangiz. Masalan, meni birinchi sinfda o'qitgan o'qituvchim vafot qilib ketdi, ungacha doim xabarlab turganman. Borib, gaplashib, xabar olaverardim qishlog'imizda. Ota-onamni oldiga borganimda borib ko'rib nima qilardim doim. Ustozlarsiz, ular o'gitlarsiz odam endi unaqa odam bo'la olmaydi-da. O'gitsiz, ota-onaning nimasiz, nasihatlarsiz, ko'rsatmalarsiz, u qolgan kitoblardagi keyin qo'shimcha qo'llanmalar sohalarga bo'linib, masalan, matematika bo'yicha, she'riyat, boshqa bo'yicha bo'linib ketaveradi. Ko'payib ketdimi? Va qaysi jabhalarda ustozingizdan o'tdim deb hisoblaysiz degan savol. Yo'q, men o'tmoqchi emasman. O'tdim deb hisoblamayman hech qachon. Chunki odam kamtarroq bo'laverishi kerak. Akani nima jasorati menda yo'q, men ayol kishiman, baribir. Habbaki jasoratligida. Masalan, katta majlislarga kechikib kirishi mumkin edi. Va chiqib eshikka chiqib sigaret chekishi mumkin edi. Biz masalan majlisga kirsak qimillamay o'tiramiz. Biz ayol kishimiz. Masalan, erkaklar ham shunaqa. Hozir habbakada bo'lish juda ham qiyin. Endi u odam o'zi kichkinagina jussalik odam bo'lganman, juda buyuk bo'lgan ekan, bu vodiyni bo'risi bo'lgan ekanda. Teng keladigan odam yo'q-da, hamshoyalari ham bor, Farg'onada ham bor, o'tdi, hokazo. Lekin habbakaga yetadigan odob, axloqda, madaniyatda ham oldinda edi habbaka. Savollar, javoblar uchun rahmat. Uchrashuvimiz davomiyligida 10 daqiqa vaqtimiz bor. Savollaringiz bo'lsa, marhamat 41-maktab. Mikrofonni yoqqan holatda savollaringizni taqdim etishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Men Namangan tumani 41-sonli maktabning 7-sinf o'quvchisiman. Savolim shundan iboratki, shoira bo'lishingizga marhamat, savollaringizni berishimiz mumkin. 41-maktab. Savol bo'lmasa, men bitta she'r o'qib beraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Mingbuloq tumani 44-maktabdan savol beryapman. Xo'p. Siz qaysi san'atkorlar bilan hamkorlik qilgansizlar? Mana o'rtoq qo'shiq qilib aytishgan. Aytdim-ku, o'rtoq Otajonov, Kamoliddin Rahimov, keyin Kamoliddin Rahimov ikkita qo'shig'ini aytgan. O'rtoq aka ham ikkitasini aytgan. Keyin Hamid Mallaboyev Gullar shahrim Namanganim yakka bitta qo'shig'imni aytgan, uni 40 yildan beri tinimsiz aytadi. Charchamaydi. Va juda ham ko'p artistlar, juda ham ko'p. Hozir hammasini eslashim qiyin, ko'p aytish ko'p. Eng sizlarga shilagir bo'lganlarning 3tasini aytdim-da, tinimsiz aytiladigan qo'shiqlar ko'p. Keyin biz hali ular sudga bermaganmiz. Men she'rimni aytib o'tirib, tanimagan artistlarim aytaveradi. Bas aytguncha nimalarga talab qiladi. Biz so'zimiz qolmabdi, yerda qolmabdi, kitobda qolmabdi deb xursand bo'lamiz. O'zimiz mahalliy artistlarimiz aytsa ham xursand bo'laveramiz. Rahmat ustoz. Marhamat, endi o'sha o'qib bermoqchi bo'lgan she'ringizni diqqat bilan eshitamiz. She'rdan zerikmadilaringmi bolalar? She'riyat insonni ko'ngliga shunday bir yaqin hiski, undan hech kim zerikmaydi. Albatta, bugun bizni tinglovchilarimiz faqatgina shu ijodkor. Eng yangi chiqqan kitobimdan bitta she'r o'qiyman. Gulvatanim bor. Marhamat. Toshkentda mukofotlangan, shu kitobimga mukofot berishdi, to'g'ri. Po'rtana, hayron bo'lmang menga azizim. Mening onam shunday tuqqan. Yolg'iz qizman, bittaman o'zim,
nodiradan she'r dardi yuqqan. Hayron bo'lmang menda azizim, ko'zlarimda g'amlarning toshi, ko'z yoshlarga yuvilsa yuzim, qolmaganda ortiq bardoshim. Hayron bo'lmang ey do'sti aziz, tilga bora desam yuragim, bu dunyoda ne bo'lsa laziz, o'sha sizga bo'lsin tilagim. Ko'lab bo'lar ko'z yoshlarim ham, eldan pinhon bitta dard uchun, dilimdagi quyoshlarim ham chiqmay turar bitta mard uchun. Hayron bo'lmang g'amli dunyoda, alamlarga botganim uchun, hech kim yetmas kamli dunyoda, ko'z yoshlarim qotgani uchun. Shunday mening zabun ahvolim, ufq qanatgan quyosh o'rtanar, hamon yo'qdir tilda bolim, menday yig'lar dilda po'rtana. Rahmat, go'zal she'r va ijro uchun rahmat. Mana bunday uchrashuvlarni tez va ko'plab bo'lishini xohlaymiz albatta. Mana ustozimiz Habib Sa'dulla ham 5-aprel sanasida 83 yoshlarini qarshi olinadi. Men ham bu olamga nechun kerakman? Nima farq qilardi tuproqdan tanim? Agar qarog'ingdan topmasam maskan, qalbingdan topmasam mo'jaz vatanim. Habib Sa'dulla ana shunday vatanni, ijodni sevgan inson bo'lgan edilar. Mana bugungi onlayn uchrashuvimizda ham Habib Sa'dulla ustozimizning eng yaxshi ko'rgan shogirdlari Dilbarxonim Haydarova bo'ldilar. Barchangizga bugungi tinglovchilik qilganingiz uchun, go'zal savollaringiz uchun va albatta vaqtingizni ayamaganingiz uchun barchangizga, qolaversa ustozimizga xonamiz tomonidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yana bunday uchrashuvlarda sizlarni va albatta ustoz sizni kutib qolamiz. Barchangizga xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Bizni savolimiz bor. Mayli. Bemalol. Savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Vaqtimiz bor. 4 daqiqa vaqtimiz bor. Marhamat, savollaringiz bo'lsa. Marhamat, savollarimiz bo'lsa berishimiz mumkin. Keyingi galgi uchrashuvlarimizda albatta shunday go'zal savollaringizni kutib qolamiz. Tashrif uchun ustozimizga ham alohida rahmatlarimizni aytamiz, tinglovchilarimizga ham sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.